Vektorlar C++ dasturlashtirildi. Bugungi mavzumizda shunday iborat. Bugungi mavzumizda 3 ta rejadan iborat bo'ladi. Bular birinchisi vektorlar nima? Ular qanday ma'lumotlarni saqlash? Ikkinchisi vektorlarni yaratish va ularga qiymat berish jarayoni. Uchinchisi vektorlarni amaliy qo'llanilishi va ular bilan ishlashning afzalliklari. Iborat. Sizlar bilan Ne'matbek Muhammad, K623 axborot xavfsizligi yo'nalishi o'quvchisiman. Mavzuga keladigan bo'lsak, vektorlar haqida umumiy ma'lumotlar. Ular miqdorlarni yo'nalishlari ega bo'ladi va ular yo'nalishlarni ifodalaydi. Xususiyatlar bir xil yo'nalishda bo'ladi. Grafik tarzda tasvirlanadi. Ma'lumotlarni saqlaydi, o'z ichiga oladi. Vektorlarning tuzilishi. Ichki tashkil etilishi. 3 ta qismdan vektorlar dinamik massivlar bo'lib, ular elementlar ketma-ketligi sifatida tashkil etilgan har bir elementga indeks yordamida kirish mumkin. Bu vektorlar va dinamik xotira o'rtasida bog'liqlik mavjud. Ular xotira resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydi va o'zgaruvchan ma'lumotlar uchun qulay. 3. Vektorlar odatda xotira bo'linishi bilan bog'lanib, ular uchun zarur bo'lgan xotira dinamik ravishda ajratiladi. Vektorlar va ularning turlari. Vektorlar turlari, ya'ni turli ma'lumotlar. Vektorlar turli ma'lumotlar turlari bo'lishi mumkin. Bunda masalan int, float, string va boshqalar kiradi. Har bir tur uchun misollar intda 5 dan 10 gacha, float 3 dan 14 gacha va 314 271. String esa qo'shimcha ochida salom dunyo tarzida yoziladi. Vektorlar yo'nalish. Vektorlar yordamida ma'lumotlarni saqlash, tez va qulay foydalanish imkoniyatini beradi. Shuningdek, ma'lumotlar bilan ishlashda samaradorlikni oshiradi. Vektorlar ustida asosiy operatsiyalar qo'shish, o'chirish va yangilash. Masalan, pushback funksiya yordamida yangi elementlar qo'shadi. Ko'p ishlatiladigan vektor funksiyalari size elementlar sonini aniqlash, clear barcha elementlarni o'chiradi, insert yangi element qo'shadi, erase bu ham elementni o'chirish, resize elementni o'zgartirish. Indekslar bilan ehtiyoj bo'lishi. Noto'g'ri indeksga kirish xatolarga olib keladi. To'g'ri funksiyalarni tanlash va test qilish muhim. Xatolikni oldini oladi. Ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak bularga. Bular hammasi vektorlar bilan ishlash usullariga kiradi. Vektorlar va dasturlashda qo'llanilishi. Vektorlarning roli bu vektorlar algoritmlarda ma'lumotlarni saqlash, boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Ular massiv kengaytirish va ma'lumotlarni dinamik boshqarish imkonini beradi. Ma'lumotlarni boshqarish. Vektorlar yordamida ma'lumotlarni qo'shish, o'chirish, yangilash operatsiyalarni oson bajarish mumkin. Bu ularga katta ma'lumotlar bilan ishlashda qulaylik yaratadi. Dasturlash tillari va tillari va vektorlar. C++ kabi tillarda vektorlar keng qo'llaniladi. Ular dasturchiga kodni soddalashtirish va optimallashtirish imkonini beradi. Ularning moslashuvchanlik dasturlash jarayonini samarali qiladi. Vektorlarning yaratish jarayoni. Vektorlarni yaratishda 2 asosiy usul mavjud: standart va dinamik usullar. Standart usulda vektorlar statik tarzda belgilangan o'lcham bilan yaratiladi. Masalan, vektor int v va qavs ichida 10. Dinamik usul esa vektor o'zgaruvchan va ehtiyojga qarab kengayadi yoki qisqaradi. Bu usulda vektor int kodni yozib, keyin unga element qo'shish mumkin. Masalan, v pushback qavs ichida 5. C++ tilida vektor yaratish uchun
asosiysi vektor kutubxonasi uchun kutubxonasini ulash va vektor sinfidan obyekt yaratishdir. Misol uchun vektor int yoki vektor int qavsi ichida 20 e'tibor berish kerak jihatlari ehtiyojga mos usulda tanlash va xotira boshqaruvi. Vektorlar uchun qiymat berish usullari. Bunda vektor elementlari qiymat berish uchun indeks yoki pushback funksiyasi ishlatiladi. Vektor elementlarni yangilash uchun indeks bilan o'chirish uchun esa erase funksiyasi qo'llaniladi. Misol vektorlar to'rtburchak qavs ichida 10 qavs ichida 0 qiymat 10 ga yoki pushback qavs ichida 20 yordamida qiymat berish mumkin. E'tibor: indeks chegarasini tekshirish, pushback va erase funksiyalaridan to'g'ri foydalanish muhim. Vektorlar bilan ishlashda xatolar. Bunda xatolar nimadan iborat? Indeksdan tashqariga chiqarish odatiy xato bo'lib, mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qilish yoki o'lchamdan oshib ketishdan kelib chiqadi. Ikkinchisi, bunday xatolarni oldini olish uchun indeks va o'lchamni tekshirish size metodini foydalanish muhim. Kodingizga ehtiyot choralarini ko'ring. Bunda xatolarni aniqlash uchun kompilyator xatolarini va debugging vositalarini ishlating. Bu xatolar tez va aniq topishga yordam beradi. Vektorlar xotira taqsimoti va samarali boshqaruvi uchun rezervatsiya qilish texnikasi muhimdir. Bu C++ dasturlash tilida vektorlar va dasturlashda qo'llanilishi, ya'ni vektorlar dasturlashda qanday qo'llaniladi? 1. Vektorlar yordamida ma'lumotlarni boshqarish. 3 esa vektorlar va dasturlash tillarining ta'siri. Birinchisi, vektorlar algoritmlarda ma'lumotlarni samarali boshqarish uchun ishlatiladi. Masalan, tartiblash, qidiruv va algoritmlarni keng qo'llaniladi. Vektorlar yordamida ma'lumotlar dinamik ravishda qo'shiladi yoki o'chiriladi. Bu masalan, real vaqtda ma'lumotlar oqimini boshqarishda qulaylik yaratadi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, C++ kabi tillarda vektorlar standart kutubxonaga kiradi. Ular yengil va samarali ma'lumotlar strukturasini ta'minlaydi, dasturlash jarayonini soddalashtiradi. Vektorlar yordamida ma'lumotlarni samarali saqlash, boshqarish imkonini beradi. Ular katta ma'lumotlar tez va oson ishlash uchun qulay. Dinamik o'lchov va avtomatik xotira boshqaruvi bilan vektorlar bunda ular katta ma'lumotlarni tez va oson ishlash uchun qulaydir. Dinamik o'lchov va avtomatik xotira boshqaruvi bilan vektorlar ehtiyojiga qarab o'z hajmini avtomatik oshiradi yoki kamaytiradi. Bu esa xotira resurslarini optimallashtiradi. Vektorlar yordamida dasturlashda tezlik va samaradorlik oshadi. Chunki ular bilan ishlash uchun optimallashtirilgan funksiyalar va metodlar mavjud. Vektorlar bilan ishlash uchun qulay interfeys va keng funksiyalar to'plami mavjud bo'lib, bu dasturchilar uchun kod yozishni soddalashtiradi. Vektorlar va ularning amaliy qo'llanilishi. Vektorlar dasturlashda keng qo'llaniladi va ular yordamida murakkab ma'lumotlar tuzilmalari yaratiladi va dasturlash uchun qulayliklar ta'minlanadi. Bu slaydda vektorlarning amaliyoti roli foydalaniladi va gapiriladi. Unda ma'lumotlar bazalarida saqlash va qidirish qo'llaniladi. Algoritmlar grafiklari va matn tahlili vektorlar yordamida murakkab tuzilmalar yaratadi. Vektorlar avtomatik xotira boshqaruvi va tezlik oshirish imkoniyatlarini ta'minlaydi deb ishlab chiqarilgan.
vektorlar yordamida ma'lumotlarni boshqarish. Vektorlar yordamida ma'lumotlarni boshqarish. Bunda biz tartiblash va qidirish uchun turli algoritmlar qo'llanilishi mavjud. Quick sort yoki merge sort tartiblash algoritmlari, binar qidirish esa qidirish uchun ishlatiladi. Ma'lumotlarni optimallashtirish uchun rezervatsiya qilish va indekslash metodlari qo'llaniladi. Bu usullar ma'lumotlarni tez va samarali izlash hamda boshqarishni ta'minlaydi. Vektorlar va ularning afzalliklari. Vektorlar yordamida ma'lumotlarni saqlash, xotira samaradorligini oshirish, chunki ular dinamik o'lchamda ishlaydi va xotira resurslarini optimal ravishda taqsimlaydi. Vektorlar bilan ishlashda tezlik va samaradorlik yuqori bo'lib, ular katta ma'lumotlarning to'plamini tez va qulay tarzda boshqarish imkonini beradi. Dasturlashda vektorlar qulaylik va imkoniyatlar yaratadi. Masalan, ma'lumotlarni tartiblash, qidirish va o'sishni avtomatik ta'minlash bilan qulay vositalar. Vektorlar bilan ishlashda muammolar. Vektorlar bilan ishlashdagi muammolar, ularni bartaraf etish va tavsiyalar. Vektorlar C++ dasturlash tilida muhim ma'lumotlar tuzilmasidir. Ular yordamida ma'lumotlar samarali saqlash va boshqarish muhim va mumkin. Vektorlarning asosiy xususiyatlari, tuzilishi, turlari va ishlash usullari haqida umumiy ma'lumotlar beriladi. Xatoliklar va ularni bartaraf etish xotira boshqaruvi muhim jihatdir. Amaliy qo'llanilishlari dasturlashda keng qo'llaniladi. To'g'ri foydalanish bilan dastur samaradorligi oshadi va ma'lumotlar bilan ishlash qulay bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi darsimizda biz vektorlar, ya'ni vektorlar C++ dasturlash tilida o'sha vektorlarni o'tdik.